Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo shu sayyidul ayyom kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Islomda ota-ona bilan muomala qilishlik fiqhi deb nomlanadigan darsimiz bugun 4-si. O'z otasidan voz kechishlikning gunohi. Kishi o'zini otasidan voz kechib, men seni bola emasman, men falonchini bolasiman deyishi yoki tuhmat qilib, men falonchini bolasiman deb turib o'zini shunga nisbatlashligi gunohi kabiralardan. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis Arok ibn Malik yo'lidan rivoyat qilinadi. U Arok Abu Hurayraning shunday deganini eshitdi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: La targhabu an abaikum. Faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Otalaringizdan yuz o'girmanglar, voz kechmanglar. Kim o'zining otasidan yuz o'girsa, bas u kishi yoki ana shu ish kufrdir. Otasidan voz kechishlik kishini kufrga olib boradi, deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy va Muslim keltiradi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhudan u kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini ikki quloqim eshitdi va qalbim angladi. Rasululloh shunday dedilar: Man idda'a ila g'ayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haramun. Kim bir kishini o'zini otasi emasligini bilib turib, o'zini shu kishiga nisbatlasa, bas bu kishi uchun jannat harom bo'ladi. Biladi otasi emasligini ana palonchini. O'sha palonchi meni otam dedimi bilib turib, mana shu meni otam palonchi degan yolg'onchiga jannatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam harom deyaptilar. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Bu oyatni o'qidik. Endi bundan olinadigan xulosalar, foydalar. Alloh subhanahu va taolo mana Isro surasida shunday marhamat qildi. Bir necha marta o'qidik, yana o'qiramiz, chunki ota-ona bilan muomala qilishlikni birodarlar asos hisoblanadi shu oyatlar. Astagfiru billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshga yetsalar, ularga qarab uff tortma va ularni jerkima, ularni so'zini qaytarma, ularga doim yaxshi so'zni gapir. Uff degan so'zni aytdik. Ulamolar yashirin, xunuk, haqorat. Yashirin, maxfiy, xunuk, so'kinishlik deb tafsir qilishdi. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, hokisor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imdan tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin deb haqlarga duo qil. Hatto nima deb duo qilishimizni ham Robbimiz o'rgatyapti. Solih farzand doim ota-onasini xizmatida turadi, yaxshilik qiladi. Ammo ba'zida bu solih farzand ham odamda malollanganidan, charchaganidan, ota-onasidan biror bir nojo'ya so'z yoki fe'l sodir bo'lsa, uf tortib qo'yishi mumkin. Ha, solih farzand ham odam, hozir aytdik. Undan ham bu narsa sodir bo'lishi mumkin. Ammo bu bilan u aziyat yetkazmoqchi emas edi. To'satdan chiqib ketdi. Alloh azza va jalla bu farzandni solih ekanligini biladi. Bu farzand mana shu holatni baholashda xato qildi. Alloh taolo aytayapti, agar solih bo'lsanglar, Alloh bunday bandalarni xatolarni kechiradi deb aytayapti. Hech kim ayta olmaydi-da, hech qachon uf demaganman deb. Modomiki qasd qilinmadimi, modomiki shu chiqib ketgandan keyin o'kindingizmi, umid qilamiz Alloh taolo avf qiladi mana shu gunohingizni. Ammo bu solih farzandni boshqa farzandlardan, tolih farzandlardan farqi, o'zidan xato sodir bo'lganda buni tushunadi, nadomat chekadi, istig'for aytadi. Bunaqa banda Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Ey insonlar, dedi Alloh taolo, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir.
Bir marta uftab chiqib ketdi, lekin ota-onangizga haqiqatan yaxshilik qiluvchisiz. Yoki hech qachon uftamagansiz, ammo ota-onangizga nisbatan qalbingizda hech narsa yo'q yaxshi. Alloh aytayapti, mana shu qalbinglardagi narsani biladi. Agar sizlar yaxshi bo'lsangizlar, ya'ni modomiki ichinglar toza bo'ladigan bo'lsa, zero u tavba qiluvchilarni mag'firat etuvchi bo'lgan zotdir. Shuning uchun farzandlar, agar ota-onani haqqida xato qilgan bo'lsak, dilini ortib qo'ygan bo'lsak, noumid bo'lmaylik. Modomiki istig'for aytar ekanmiz, o'kinar ekanmiz, bu ishga qaytmayman deb azm qaror qilar ekanmiz, umid qilamiz Parvardigorimiz buni avf qilishligini. Imom Qurtubiy Robbukum a'lamu bima fi nufusikum. Robbingiz qalbingizdagi narsalarni biluvchi oyatida shunday deydi. Nimani biladi Alloh? Qalbimizdagi nimani biladi? Ota-onamizni ulug' sanaymizmi, sanamaymizmi qalbimizda? Ularni ikrom qilamizmi, yo'qmi? Ularni qadriga yetamizmi, yo'qmi? Ularga oq bo'lamizmi, yo'qmi? Ichimizdagi narsani biladi. Chunki Alloh taologa biron bir narsa maxfiy emas. Innahu alimun bizatis sudur. Albatta u qalblarni tag-tagidagi bo'lgan narsalarni biluvchi bo'lgan zotdir. Shuning uchun ayrim farzandlardan mana shunday bir ota-onasini ranjitib qo'yishlik sodir bo'lgan bo'lsa, otasi uydan haydab chiqargan bo'lsa, onasi norozi bo'lib gapirmayotgan bo'lsa, bo'ldi, men tugadim deb o'ziga hukmni chiqara olmasin. Chunki qilingan gunoh har qancha katta bo'lmasin, modomiki tavba qilar ekan, banda Alloh taolo G'ofurur Rohim bo'lgan zot. Ehtimol bordir. Endi ota yoki ona nimadan norozi bo'lyapti, nimaga qarshi bo'lyapti, buni ham bilishlik kerak. Ayrim ota-onalar bor, din diyonatdan uzoq, farzandlarini gunoh ma'siyat qilishlikka buyursa itoat qilmasa oq qildim deyishi mumkin. Bunaqa oq qilgan o'tmaydi. Yoki farzandi bir qandaydir shariatda buyurilgan, shariatda amr qilingan ishni qilsa, shuni qilsang rozi emasman deyotgan bo'lsa, holatga qaraladi, birodarlar. Ota-ona doim haq bo'lavermaydi. Ota-ona ham har xil farzand har xil bo'lganidek. Avvalgi darsimizda aytib o'tdik-ku. Qachon ota-onaning gapini qaytarishi mumkin? Qachon ota-onaning so'ziga itoat qilmaslik mumkin? Mana shu narsalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Tuppa-tuz yashayotgan xotiningizni onangiz qo'y deyotgan bo'lsa, qo'yavermaysiz. Onam aytdi, bo'ldi, qo'ymasam bo'lmaydi ekan. Unaqa emas. Qaraladi, bu kelinni haydashlikka shariat ruxsat bergan sabablar, uzrlar bormi? Yo'q bo'lsa itoat qilinmaydi, birodarlar. Chunki Alloh taolo yomon ko'rgan narsa bu taloq, o'zi halol qilib qo'yib turib. Taloq berishga ruxsat bergan, ammo o'zi yomon ko'radi taloqni, birodarlar. Tushunarlimi? Mana hatto oq bo'lgan farzand, ota-onasi haqiqatan oq qilgan. Shu farzand modomiki ota-ona tirikmi, noumid bo'lmasin. Noumid bo'lmasin. Kishilar har qancha katta gunoh qilsin, agar orqasidan tavba qilaman desa, Alloh taoloning tavba eshiklari ochiq. Mana shu mavzuga tegishli bir 2 yoki 3 oyat o'qiymiz. Qur'onda gunoh kabiralar va ularga beriladigan jazo zikr qilinadi va mana shuni orqasidan tavba eshigiga ham ishora qilinadi. Hatto gunoh kabira qilgan bo'lsa ham o'lmay turib tavba qilsa Alloh kechirishiga ishora. Birinchi oyat. Astagfiru billah. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Alloha va rasulahu va yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim va arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Zalika lahum khizyun fid dunya va lahum fil akhirati azabun azim. Albatta Alloh va payg'ambariga qarshi urushadigan va yerda buzg'unchilik qilish harakatida yuradigan kimsalarning jazosi o'ldirilish, yo dorga osilish, yo oyoq qo'llari teskarisiga kesilishi, yoxud o'z yerlaridan surgun qilinishidir. Bu jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik, sharmandalik bo'lur, oxiratda esa ular uchun ulug' azob bordir. Gunoh kabiralari aytildi, ularga beriladigan jazo aytildi. Endi davomini qarang oyatni. Illallazina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu annalloha g'ofurur rohim. Magar sizlar qodir bo'lishingizdan ilgari, ya'ni sizlarning qo'lingizga tushib qolib taslim bo'lib qolishingizdan ilgari
tavba qilishgan bo'lsa, bilingizki, Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Qatl qilinadi, osiladi, kesiladi, yurtidan haydaladi. Agar tavba qilsa, Alloh bo'ladi kechiradi, deyapti. Demak, ota-onasiga oq bo'lib qolgan farzand, modomiki tirik ekan ota-onasi, bunga ham tavba eshigi bor. Benamozlar haqida. Astagfirullah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us solata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya. So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qurdilar. Benamozlikning jazosi aytilindi, benamozlikning gunohligi aytilindi, uning orqasidan jazo aytilindi, uning orqasidan illa man taba va amana va amila soliha fa ulaika yadkhuluna al-jannata va la yuzlamuna shay'a. Magar iymon keltirib, yaxshi amal qilgan zotlargina azobga duchor qilinmas, balki ular jannatga kirurlar va biron zulm qilinmas. Gunoh kabira aytildi, uning orqasidan jazo aytildi, uning orqasidan tavba eshigi borligi aytilindi. Yana qaytarib aytamiz. Ota-onasiga oq bo'lgan farzand modomiki tirik ekanmi? Noumid bo'lmasin. Roziligi intilsin, Alloh kechiradi. O'tib ketgan bo'lsa-chi? Bu ham noumid bo'lmasin. Modomiki shu oq bo'lishligi, johilligidan, ilmsizligidan, bu narsalardan bexabarligidan bo'lgan bo'lsa, Allohga ko'proq istig'for aytsin. Ana shu o'tib ketgan ota-onasini qarindoshlaridan, do'sti birodarlardan ko'p xabar olsin, Allohdan duo qilib so'rasin. Umid qilsin, noumid bo'lmasin. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يعمل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Yana gunoh kabiralar aytilyapti. Ular Alloh bilan birga biron ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa, uqubatga duchor bo'lar. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur, magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana shu o'shalarning gunohlarini, yomonliklarini yaxshilik savobga aylantirib qo'yur. Chuqur egalari, ashabul uxdud. Bu qissadan hammamizga xabarimiz bor. Iymon keltirganliklari uchun mu'minlarni ana shu zolim podshoh iymondan qaytarishlik uchun azobladi. Qanday qilib azobladi? Chuqur kavladi, o'tinlarni to'ldirib, katta bir gulxanni yoqdi, chuqurga olovga uloqtirdi. Alloh azza va jalla bular haqida xabar beradi. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Albatta mu'min va mu'minalarni fitnaga solib, bu qilmishlaridan tavba qilmagan kimsalar uchun jahannam azobi bordir va ular uchun o't azobi bordir. Shu ishni qildi, tavba qilmay o'tib ketsa, demak shu ishni qilib turib, orqasidan tavba qilib to'xtasa, bularning ham tavbalari qabul qilinadi. Ota-onaga oq bo'lishlik gunoh kabira. Endi mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisda shunday deydilar: "Ala unabbikum bi akbaril kabair." Eng katta kabiralarni, eng katta gunohlarning xabarini beraymi? Hadisning roviysi aytadi, biz ha dedik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-ishroku billah va uququl validayn va shahadatuz zur." Allohga shirk keltirishlik, ota-onaga oq bo'lishlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik dedilar. E'tibor bersiz, ota-onaga oq bo'lishlik qaysi gunohdan keyin keltirilyapti? Shirkdan keyin. Avvalgi oyatlardan o'qidik. Birrul validaynga Alloh taolo buyurdi, tavhidga buyurishligini orqasidan. Boshqacha qilib aytamiz. Alloh taolo tavhidga buyuriblar, orqasidan birrul validaynga buyurdi. Shirkdan ehtiyot bo'linglar deb buyurib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasidan ota-onaga oq bo'lishdan ehtiyot bo'linglar deyapti. Demak, bu amallar qanchalar ulug', muhim amal ekanligiga bu narsa dalolat qiladi.
Ota-onaga oq bo'lishlik gunoh kabira. Ammo onaga oq bo'lishlikni gunohi kattaroq. Otaga oq bo'lishlikdan ko'ra. Chunki meni chiroyli suhbatimga eng haqli odam kim yo Rasululloh deb so'raganlarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, onang. Kimga yaxshilik qilay dedi? Rasululloh onangga yaxshilik qil, onangga yaxshilik qil, onangga yaxshilik qil, otangga yaxshilik qil. Demak, onalarga oq bo'lishidan ko'proq ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ona ayol kishi bo'ladi. Ayol kishi esa zaifa bo'ladi. Demak, ko'proq yaxshi muomalamizga muhtoj bo'ladi. Bu haqida avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Bir zolim o'ziga o'xshagan kuchli odamga zulm qilsa, uni gunohi ham gunoh. Endi mana shu zolim o'zidan zaif bo'lgan insonga zulm qilsa, gunohi og'irroq. Zaiflarga qilingan zulmning gunohi og'irroq bo'ladi. Umumiy suratda oq bo'lishdan qaytarilganmiz ota-onaga, ammo onaga oq bo'lishidan xususan qaytarilganmiz. Imom Buxoriydan keltiriladi bu hadis. Mughirah ibn Shu'ba roziyallohu anhu dan. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Innalloha harrama alaykum uquqal ummahati." Albatta Alloh taolo sizlarga harom qildi. Nimani? Onalarga oq bo'lishlikni. Va man'an va hati. Ularni haqlaridan man qilishni va haqqing bo'lmagan narsani ulardan talab qilishni. Va wa'dal banati. Qizlarni tiriklagan ko'mishlikni. Va karihalakum qila va qol. Sizlarga karih ko'rdi. Nimani? Mishmishni. Dedi. Qila va qol. Ona ana debdi, mana debdi. Dedi degan so'zni, ko'p savolni hamda molni zoyi qilishni karih ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onaga oq bo'lishida xossatan mana ta'kidlab aytibdilar sollallohu alayhi vasallam. Mana endi farzandlar solih insonlar bilan birga bo'lishsin. Shunga ota-onalar o'zlari ham harakat qilsin. Ota-onasiga zo'r xizmat qilayotgan, ota-onasining hurmatini zo'r ado qilayotgan ulfatingizni ko'rganingizda, o'zingiz unga taqqoslaysizda, qilayotgan muomalangizdan, qilayotgan ishingizdan otangizga nisbatan xijolat olasiz. Yoki aksincha, ota-onasiga oq bo'lishiga sabab bo'layotgan ishni qilyapti bir odam. Ko'rdingiz? Bo'lar ekan shunaqa desa ham. Indamasdan, ketormasdan degan fikrga borish mumkin. Qozonga yaqin yursang, agar odam kim bilandir muomala qilishni kerak bo'lsa, albatta solih insonlar bilan muomala qilsin. Xususan biz birodarlar, mana ota-onasi borlar. Ota-onasining duosini olganlar bilan birga bo'laylik. Hozir aytdim. Uni ota-onasiga qilayotgan zo'r muomalasini ko'rib turib, men ishkinmas ekanman buni oldida devoradigan darajada bo'lsin shu birodaringiz. Shundan yuqtiring o'zingizga. Chunki ota-onasining duosini olganlarga yaxshilik yetadi. Ota-onasini qarg'ishini olganlarga yomonlik yetadi. Kimi oldida turishlik siz bilan bizga foydaliroq? Aytinglarchi, boshiga balo kelganda yonida tursa, siz ham urib ketishi mumkin balo. Yoki xayriyat kelsa, sizga ham yetishi mumkin. Qizini uzatadiganlar, yuzga xardor bo'lib kelgan kishidan yigit haqida so'raysiz. Kandidat kuyov haqida. Nimasini so'raysiz? Nimasini? Birinchi nima ish qiladi deymiz. Agar qizni biron yigitga bermoqchi bo'lsa, ota u haqida o'zi so'rab surishtirsin. Ota so'rab surishtirsin. Ilmi, taqvosi, hunari, shunga o'xshagan narsalar so'raladi. Endi so'ralish kerak bo'lgan savollardan yana bittasi u yigit haqida. Ota-onasi bilan muomalasi qanaqa? Nima uchun so'rash kerak buni? Chunki agar ota-onasiga oq bo'lib, ota-onasiga yomon muomaladagi farzand bo'lsa, bunaqalardan uzoq bo'lish kerak, chetlanish kerak. Sababi kamdan kam holatda bunaqa farzand o'zini xotiniga chiroyli muomalada bo'ladi. Ota-onasining haqqini ado qilib, ota-onasini hurmat qila olmayaptimi? Xotinning haqqini ham kamdan kam ado qiladi bu. Qizingiz uni peshonasiga yozilgan rizqini yeydi. Faqat Allohdan qo'rqadigan, bu qizni omonat deb olib, qiyomatda javob beraman deydigan, Allohdan qo'rqadigan o'g'il bola bo'lsa, u ham rizqini yeydi. Faqat xorlamaydigan bo'lsin. Otangizga qanday muomala qilsiz, bolangizdan shunday muomala qaytganligi uchun kama tadin tudan. Qanday ish tutsang, shunday ish tutiladi. Ota-onasiga oq bo'ldimi farzand,
Endi uni farzandi ham agar tavba qilmasa bu odam oq bo'ladi. Shuning uchun qizni berayotganda nimani so'rashimiz kerak savollar orasida? Shuning uchun safarda bo'ladimi, hazarda bo'ladimi, solih kishilar bilan ham suhbat bo'lishga intilishlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, solih ham suhbat xuddi mushka ambar sotuvchi, ko'tarib yuruvchi kishiga o'xshaydi. Pulingiz bo'lsa olib foydalanasiz, pulingiz bo'lmasa eng kamida yoningizdan o'tib kelsa, xushbo'y hididan hidlab huzurlanasiz. Ota-ona bilan muomala odoblaridan. Ularga tikka qaralmaydi, birodarlar. Ularga qattiq nazar bilan qaralmaydi. Ularga ovoz ko'tarilmaydi. Ulardan avval gapirilmaydi. Ular tik turganda o'tirib olinmaydi. Ular qo'lini uzatmasdan turib, taom yoki sharobga farzand avval qo'l uzatmaydi. Avvalgilar yaxshi biladi, hamma kelmasdan turib, hech kim tovoqqa qo'l uzatmas edi. Katta boshlamasdan turib, hatto o'zini chinisidagi ovqatni ham boshlamas edi. Ota duo bermaguncha hech kim o'rnidan turmas edi. Hozir qanaqa? Telefon. Birodarlar, uyga borganda o'chirib qo'yinglar shu qilib ketgan zormandani. O'tiringlar otinglarga yuziga qarab. Shunday qarab o'tirsanglar o'zi savob bo'ladi. Shunday qarab o'tirsangiz. Tik boqmaslikka dalil Misvar ibn Mahrama va Marvondan ular aytishadi, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida gapirsa, ovozini ko'tarishmas edi. Rasulullohni ulug'lagan holda hech qachon tikka qarasha olmas edi. Ota-onadan avval gapirmaslikka dalil Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu otasi Umar ibn Xattob bilan Rasulullohning majlisida o'tirgan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam savol so'radilar. Albatta daraxtlarning orasida bitta daraxt bor, u musulmonga o'xshaydi. Qaysi daraxt? Biri u dedi, biri bu dedi. Rasululloh xurmo daraxti dedilar. Ibn Umar tashqariga chiqqandan keyin otasi Umar ibn Xattob bilan otajon, men xurmo daraxti ekanligini biluvdim. Shu ko'nglimga keluvdi. Aytay dedim-u, lekin haybatlandim dedi. Ya'ni majlisda bu Ibn Umardan ko'ra kattaroq yoshdagi kishilar borligi uchun bu kishi odob bilan, hayo bilan indamay turibdi. Siz bekor aytib bo'lmagan gap, noto'g'ri aytdingiz. Shart gapini qaraymiz otamiz, onamiz. Bu oddiy narsa bo'lib qolgan bizga. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.